Sabzavot City'da aka uspet qilmagan bo'lsangiz, bitta uy qo'yib beruvdik, sotilib ketdi. U yana ikkita idealli proyektimiz chiqdi. Bu safar aka remontlari bilan tayyor. 4 sotiqdan binoni kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 300 kvadratdan har biri 4 sotiqdan ham har biri. Kiraverish asosiy eshigimiz, bu yoqda kiraverish darvoza, bilmayman, uzunasiga bo'tga katta 3 ta mashina, kichkinaroq bo'lsa 4 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Yo'llarimizni ham ko'rayotganingizdek chiroyli, ariq, bruschatka emas, kafil qilingan. Endi mana bardakka ozgina ahamiyat bermaysiz. Inshaalloh siz uyni ko'rgani kelgan paytingizda top-toza bo'ladi. Binoimizning ichkari tarafidan ko'rinishi, ichlari neoklassik, bizning auditoriyamizga yoqadigan proyektda bitgan. Zo'r tarafi yonimizda ham hovli qoldirilgan. Uyimizning binoning orqa tarafi ham hovli. Mana shu joyga yozgi oshxonani bemalol joylab turib, aka, va yozda o'tiradigan joylarni ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. To'g'ri, ko'pchilik kimdirgadir 2 sotuvli uy yoqmaydi. Mana aka 4 sotuv ideal. Закрытый двор. Begina hech kim kirmaydi. Bu City to'g'risida ma'lumotlarni berganmiz. O'zini xususiy maktabi bo'ladi, xususiy bog'chasi bo'ladi, klinikalari. Xullas, yonida Novostroyka domlari bor. Bizning hovlimizda Novostroyka domlari ancha uzoqda joylashgan. Endi ichkariga o'tamiz. Men sizga bitta planirovkamizni ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Aka, sizga qanaqa bilmadim-u, lekin mana bunaqa oppoq rang bo'lsa hamma joy juda boshqacha chiqadi. Asosiy xonadonimizga kirdik, bizani mana shunaqa chiroyli katta hol qismimizni kutib oladi. Kirganimizda keyin chap qo'limizda bo'lsa, bizani oshxona qismimiz joylashgan. Oshxonada bemalol ovqat tayyorlab turib, zavtrak qilib o'tirsa bo'ladigan sharoitimiz bor, lekin bizda katta hol bor-u. Muammo yo'q-da, xullas, mana shu zavtrak bo'tda abed umuman joy muammo emas, aka, chunki 300 kvadrat binomiz. Xo'p, hovlimizning shundoq ro'parasida bizning zal qismimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa katta zal qismimiz, yon tarafi binomizning hovli bo'lganini hisobiga oynalarimiz yon tarafga qaragan. Ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsa yo'q, neoklassik stilda bitgan. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz bu yoqda, pastki qavatga tushirishimiz, birinchi qavatimiz uchun bu yerda bizning общий sanuzyulimiz shundoq yonida bo'lsa, otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Orqa hovliga bo'lsa, oynalarimiz qaragan. Ikkinchi qavatga chiqarish yo'ligimizda oyna qilingan, albatta o'ng qo'ldagi xonadan boshlaymiz. Birinchi yotoqxonamiz joylashgan, orqa hovliga oynalarimizni qaragan va bu xonamizning bo'lsa o'zini ichida sanuzyuli joylashgan. Sanuzyulimizni ham ko'rayotganingizdek keng, endi prosta hozir chiroq yo'q ekanda, yoki shuning uchun sal qorong'iroq ko'rindi, lekin kafellarimizning rangi mokriy asfalt rangida tanlangan, juda chiroyli chiqqan. Bu bo'lsa общий sanuzyulimiz, ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan. Bu yerda ham xuddi shunaqa rangdagi kafellar. Ikkinchi yotoqxona, aka. Panoramli oynalar shundoq oldi taraf hovlimizga qaragan. Juda chiroyli chiqibdi. Xullas, yo'linglar atachenti bo'lgan, xonalarning ichi bo'lsa aboy qilingan. Xo'p, kelgan shundoq yo'ligimizdan to'g'riga o'tganimizda bizani katta balkon qismimizni kutib oladi. Balkonimizdan vid ro'paramizda ham ko'rayotganingizdek chiroyli hovlilar, yonimizda bo'lsa albatta kottejni garadok qilingan. Eshiklarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Minimalizm, oppoq qora ruchkalarda, xullas juda chiroyli chiqqan. 3-xonamiz bu. Bizning ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan 3-xonamiz joylashgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu ikkinchi qavatimizdagi bizning 4-xonamiz. 4-xonamizda ham yon tarafga oynalarimizni qaragan. Xullas, umuman guluxoy xona yo'q. Xonalari keng ko'rayotganingizdek mana shunaqa remontlari ham chiroyli, ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsasiz. Eng pastki qavatimiz tushdik. Katta ochiq hol qismimiz kutib oladi. Bemalol sport zal, детская игровая площадка qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki oynalarimiz bor, yorug'lik tushadi. Bu tarafda ham bitta katta xonamiz bor. Bilyardnimi, bemalol kutubxonami yoki qilib qo'ysangiz bo'ladi. Zinamizani tagida ham tushganda bu yerda sklad qilib qo'yish uchun sharoitlari qoldirilgan. Va aka, bizning uyimizning 300 kvadratli binoni yuragi mana shu xonamizda joylashgan. Joy keng, yarmini bemalol холодная комната qilib foydalansangiz bo'ladi. Yaqin o'rtoqlarga qarindoshligi zo'r taklifda, yoki mana ikkita yonma-yon hovlilarimizni bitta mahallada yashayman deb niyat qilgan bo'lsangiz, Sabzavot mahallani o'zi ko'pchilik biladi. Zo'r mahalla. Ro'paramiz Yunusobod, Bitonkan bu tarafi Sabzavot mahallasi bor. Sabzavot City, Закрытый двор. Xullas, kelsangiz bittada sizga yoqadigan mahalla bo'lgan. Eng shirin joyi, narxiga keladigan bo'lsak, yoki
Mana shu xonadonimizni boshlang'ich narxi 265 ming dollar so'ralyapti. Kelsangiz tepasida yana ozgina o'ti beriladi.